Bugundan boshlab sahobalarga bag'ishlangan ruknimiz orqali Hazrati Umar roziyallohu anhu haqidagi rivoyatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Johiliyatning dahshatli kunlarini boshdan kechirgan, keyin esa islomning asl insonlaridan biriga aylangan zot hayoti har birimiz uchun katta ibratdir. Qattiqqo'lligi, toshbag'irliligi, qahri kuchliligi bilan butun Makkaga dovrug'i ketgan Xattobdan o'g'li u yoqda tursin, hatto kattalar ham hayiqib yurishardi. Uning jahli chiqib qolganida yoki biror narsadan achchiqlanganida ro'bara bo'lishdan Xudoning o'zi asrasin. U nafaqat qullarning, balki kichkina Umarning yelkasida ham qamchisini tez-tez sinab ko'rar, jonidan yaxshi ko'rgan o'g'lini ayovsiz kaltaklab turar. Buning sababini so'raganlarga yoki o'rtaga tushmoqchi bo'lganlarga qarata, qo'yaver, mayli pishisin, Xattobning o'g'li bo'shang, qo'rqoq va noshud bo'lib o'sishini xohlamayman deb o'zini o'tardi. Shuning uchun Hazrati Umardan kaltak yegan yoki kurashda yengilgan bolalar uning badanidagi, oyoq qo'lidagi kaltak, qamchi izlarini ko'rib tasalli topishardi. Hozir ham unga qamchi tushib qolishi hech gap emasdi. Umar qo'rqibsa otasiga qaradi, ammo uning vajohatli yuzida qahr, g'azab alomatlarini emas, nim tabassum va mamnunlik ko'rinishlarini o'qidi. Vujudidagi taranglik, zo'riqish bo'shashdi. U ham otasiga jilmayib boqdi. "Yasha o'g'lim, mening arslon o'g'lim" degan xitoblar bilan Xattob otdan tushdi, o'g'lining yelkasiga zalvorli qo'llari bilan bir-ikki urib qo'ydi. Umar munkib ketay dedi. Otasi yana uni rag'batlantirib qo'ydi. "Bolalar bilan kurash tushganingni ko'rdim. Har qalay tarbiyam behuda ketmabdi. Chavandozlik va merganlikda qanchalik ilgari bo'lsang, kurashda ham shunaqa maqomga ega bo'libsan. Xattoblar xonadoniga, Bani Maxzum qabilasiga munosib o'g'lon bo'libsan." O'g'li tuyalarni qaytarish uchun chopib qolar ekan, Xattob u tug'ilgan paytni xotirlab jilmayib qo'ydi. Xotini Xontamaning oy kuni yaqinlashganida unga qiz tug'ishni xayolingga keltira ko'rma. Makkada hech kimga gap bermaydigan Xattobning qiz farzand ko'rishi mumkin emas. Agar shu safar o'g'il tug'sang, keyinchalik qancha qiz ko'rsang ham roziman deb dag'dag'a qilganligini esladi. O'shanda Alloh unga o'g'il ato etdi. O'sha o'g'li Umarni endi o'ziga o'xshash botir, shijoatli, haybatli bo'lishini orzu qilardi. Umarni qanchalik yaxshi ko'rmasin, ana shu niyat yo'lida uni kaltaklashdan ham o'zini tiya olmasdi. Umar ham otasining yuzini, qabilaning yuzini yerga qaratadigan bola bo'lib ulg'aymayotgandi. Bugun eng fojiali, eng baxtsiz kun. Bugun musibatli va tengsiz uqubat kuni edi. Makkaning taniqli kiborlaridan biri Umar ibn Xattob johiliyat davrining qabih va yaramas bir odatini amalga oshirmoqchi edi. U qabiladoshlarining urfiga rioya qilib, o'z qizini, jajjigina, mushtipar, ma'suma qizchasini tiriklay ko'mib yubormoqchi edi. Chunki barcha hijozliklar qatori Qurayshiylar ham qiz farzand ko'rishni o'zlariga ayb va or sanashar, yoshligidayoq tiriklay yerga ko'mishardi. U hovlida o'ynab yurgan qizchasini oldiga chorladi. Qizaloq o'yinini tashlab chopqillab otasining oldiga keldi. "Labbay otajon, yur seni bir o'ynatib kelay." Umar shunday deb qo'liga yog'och kurakchasini oldi. Savol nazari bilan tikilib turgan qizchasiga dalda berdi. "Hozir senga bozordan chiroyli ko'ylakcha olib beraman." Qizi xursand bo'lib otasiga ergashdi. Ular yetaklashib shahar tashqarisiga chiqishdi. Umar tepalik yaqinidan bir joyni kavlay boshladi. Qizi hayron bo'lib so'radi: "Otajon, chuqurni nima qilasiz?" "Unga seni ko'mmoqchiman." "Nega bunday qilasiz? Axir men sizning qizingizman-ku, rahmingiz kelmaydimi?" Ota-bobolarimizning odati bu. Ammo qizaloqqa bu dalil ishonarli emas edi. Shuning uchun u jonining boricha bemehr otadan va tahlikali joydan qocha boshladi. Umar ikki xatlashdayoq dag'dagʼ titrayotgan qiziga yetib oldi. Jajji qo'lchalardan siltab tortib, yana chuqur oldiga olib kelib o'tkazib qo'ydi. Qizcha yana qochmoqchi bo'ldi, ammo otasining kuchli va dag'al qo'llari uni yana chuqur oldiga irg'itdi. Shu payt chuqur kavlayotgan Umarning otgan tuprog'i sachrab yuz ko'ziga sochildi. Otasining qilmishlarini ko'zida yosh jalasi, qo'rquv va taajjub ila kuzatib turgan qizaloq otaning terchigan yuziga sochilgan tuproqni shiringina qo'llari bilan tozaladi. Soqolini tarab ularni tushirdi. "Otajon, meni ko'mib yuborsangiz soqolingizni kim tarab, yuzingizni kim tozalaydi?"
Umar qizining qo'lchalarini siltab tashladi. O'zini itarib yubordi, yana qazishda davom etdi. Hozir uning qalbida bir-biriga zid ikki tuyg'u kurash boshlagandi. 6 yil avaylab e'zozlab o'stirgan qizchasini o'z qo'li bilan tiriklayin yerga ko'myapti. Bordi-yu, uni yetaklab Makkaga qaytsa, nima bo'ladi? Qurayshiylarning masxarasiga, ta'na malomatlariga qoladi-ku. Ko'mib yuboray desa qizining yalinchoq nolalari, otajon rahm qiling degan iltijolari yuragini qiymalayotganga o'xshardi. Uni o'ldirib yuborsa umr bo'yi vijdon azobiga qolib ketmasmikan? Birdan Umar o'ziga keldi. Fitratidagi toshbag'irlik, qahri qattiqlik ustun bo'ldi. Qizchani jahl bilan dod faryodiga quloq solmay chuqur ichiga tortib tushirdi. Shoshib yerga yuztuban yiqilgan qizi ustiga tuproq tashlay boshladi. Uning faryod solib o'rnidan turmoqchi bo'lganini ko'rib, qo'pol oyoqlari ila murg'ak va ojiz tanani bosib turdi. Tuproq qimirlamay qolgandan keyingina peshonasidagi terni arta-arta qabrdan uzoqlashdi. U uyga qarab ketar ekan, yuzida g'azab, vajohat, qahr o'ynab turar, ammo ko'zlari g'ich yoshga to'lgan edi. Umar ko'chadan kelib endigina istirohat uchun yonboshlamoqchi edi, qo'shni ayol kirib keldi. Menga qara Ibn Xattob, sendan yordam so'rab chiqdim. 2 joriyam sarkashlik qilib jonimga tegyapti. Ota-bobolarimizning dinini tashlab, ana Muhammad deganlariga ergashayotgan emish. Yo'lga solishga kuchim yetmayapti, bilasan, boshimda erkagim yo'q. Sen bir ta'zirini berib qo'yarmikansan deb chiquvdim. Umarga jon kirdi. Uning vujudida yovvoyi bir kuch, shafqatsiz bir telba tuyg'u aslo tinchlik bermas. Fitratidagi badjahllik, qaysarlik, urushqoqlik hamisha uni gijgijlab turar. Qayerda janjal to'polon bo'lsa, o'sha yerda Umar hozir u nozir edi. Hozir ham endigina qoziqqa ilgan qamchisini olib bevanikiga qarab yurdi. Kira solib, ona bola Nahdiya va Lubaynani ayamay, boshi ko'zi demay savalay ketdi. U qo'shtirnoq ichida dindan chiqqan ona bolani uzoq qamchiladi. Ularning yuz ko'zi qip-qizil qonga belandi. Umar orasira urushdan to'xtab, ayollarning qo'shtirnoq ichidagi insofga kirib uzr so'rashini kutar, ammo ularning shuncha kaltakka ham parvo qilmay, iymon deyaverishlari battar g'azablantirardi. U yana jazavaga tushganicha qamchi ustiga qamchi yog'dirardi. Oxiri Umar holdan toydi. Peshonasidagi reza-reza terilarini qomisining etagi bilan artib, ona bolaga ko'zlarini qahr bilan tikdi. Xo'sh, Lubayna, kaltakka to'ygandirsan. Senga rahmim kelganidan emas, charchaganimdan to'xtadim. Oxirgi marta so'rayman, bekangning aytganiga ko'nasanmi, yo'qmi? Lubayna og'zidagi qonni tupurib tashladi, indamay Umarga qarab yo'q deganday bosh chayqadi. Yana savashimni xohlayapsan shekilli. Sen-ku kaltaklab charchaysan Umar, ammo men kaltak yeyishdan charchamayman. Sening qamchilaring mening qalbimdagi iymonni mustahkamlayapti xolos. Ayol gapini tugata olmadi. Umarning a'zoyi badani qaltirab jazavaga tushdi. Ilojsizlikdan, gapiga ko'ndira olmaganidan alamga kirdi va deya qichqirgancha holdan toygan Lubaynaga tashlanib uni bo'g'a boshladi. Bu ikki cho'ri kim bo'libdiki, hech kim gapini ikki qila olmaydigan Umarga tik boqsa, gapiga rad javobi bersa. Ularning ishongani kim o'zi, suyangani kim o'zi? Umar go'yoki quturgan bir maxluq holatiga tushgandi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. U baquvvat va dag'al qo'llari bilan Lubaynani bo'g'ar ekan, ayol bor kuchini to'plab uning qo'llarini ajratib tashlamoqchi bo'ldi. Ammo kaltaklar zarbidan holsizlangan tananing bunga majoli yetmadi. Lablari Alloh, Alloh deya pichirlardi-yu, boshi shilq etib shalvarab tushdi. Umar uni o'ldi deb o'ylab qo'lini bo'shatdi. Endi u boyadan beri qiziga azob berayotgan Umarga qo'rquv, dahshat va g'azab bilan termilib turgan Nahdiya tomon yurdi. Uni ham rosa kaltakladi, keyin tomog'idan olib bo'g'di. Bechora ona ham hushidan ketdi. Umarning shunda ham g'azabi so'nmagan, jahli pasaymagan edi. Oradan bir necha kun o'tib, beva ayol yana cho'rilarini xo'rlab kaltaklayotganida bir voqea sodir bo'lganini Umar eshitib qoldi. Beva ayol yo ota-bobolarimiz diniga qaytasizlar, yo o'lib qutulasizlar deb xo'rlayotganida yaqindagina islomga kirgan Makka kiborlaridan Abu Bakr shu yerdan o'tib qolibdi va 2 cho'rini sotib olib, Alloh roziligi yo'lida ozod qilib yuboribdi. Bu xabardan Umarning hayronligi oshdi. Abu Bakr bilan urushmoqchi ham bo'ldi. Nimadir uni bu yo'ldan qaytarib qoldi. Nimadir uning qalbini bezovta qilayotgandi.
Makka mushriklari shaharda islom diniga kirib, Muhammad alayhissalomga ergashganlarga aslo tinchlik bermay qo'yishdi. Ko'cha-ko'yda uchratib qolishsa, haqoratlashar, goho kaltaklashar, itga talatishardi. Boshlaridan xamir quyib yuborishardi. Axlat va mag'zavalarni sochib ketishardi. Bolalarini musulmonlarning bolalariga qarshi gijgijlashardi. Xullas, mushriklar islomga kirganlarning boshiga it kunini solayotgan alamli xurlik kunlar edi. Bu ishda ayniqsa Makkaning obro'li, gapi butun akobirlaridan Abu Sufyon, Amr ibn Hishom, Umar ibn Xattob kabilar rosa quturib, alamini uchragandan olayotgan, zahrini xohlagancha sochayotgan fojiali kunlar edi.